Xo'sh, men shu yerdaman. Endi nima qilsam bo'ladi? Nima? Bu nimani ovozi? Nima? Nima? Bu tushmidi? Yo'q, shunaqa ham qo'rqinchli tush bo'ladimi? Aytgancha hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Deni. Shunaqa ham qo'rqinchli tush bo'ladimi? Hammaylar men endi o'zimni ishimni qilishim kerak bo'ladi do'stlar. Aytgancha do'stlar, o'zinglar ham yaxshimisizlar? Xo'sh, qani unda ketmonimni olib ishimni qilaman. Xo'sh, mana bu yerdan ketmonimni olaman. Yaxshi, endi tashqariga chiqib ishimni qilib olsam bo'ldi. Xo'sh, qani eshikni yopib qo'yamiz. Hosillar uncha yaxshi hali to'liq pishmabdi do'stlar. Unda merni oldiga borib bir ahvol so'rab kelaychi. Xo'sh, mana merni uyini ham oldiga keldim. Xo'sh, mana. Mer kirsam bo'ladimi? Kiraver, Deni, kiraver. Assalomu alaykum mer, o'zingiz qalaysiz, yaxshimisiz? Men yaxshiman, lekin ko'rni oldida bitta yomon narsa bo'lyapti ekan. U yerda nima bo'lyapti ekan? Xullas, u yerda odamlar qandaydir jitilni arvohini ko'ryapti ekan ko'lni oldida. Nima? Judayam g'alati. Meni ham tushimga nimagadir qandaydir arvoh jitil kirgandi ko'lni oldida. Deni. Xullas, bilmadim. Ana shunaqa gaplar deyapti. Tamam, bilmadim. Xullas, u yerga bormay qo'yaver. Mayli mer, lekin men bu narsaga unchalik ishonmadim. Xo'sh, mayli mer bo'pti. Unda men boshqa jitillarning oldiga ketdim. Mayli mer bo'pti. Xo'sh. Unda mayli. Xo'sh do'stlar, nimagadir mer ko'lni oldida qanaqadir arvoh jitil to'roq jitilni arvohi bor deyapti. Mayli do'stlar, men bunaqa narsalarga ishonmayman hozir. Xo'sh, hozir uyimga kiraychi. Yo'q, do'stlar. Balki shu narsani tekshirib ko'rarman. Menimcha bu yaxshi g'oya bo'lsa kerak. Va boshqa jitillar va merni ham bu narsa yolg'onligiga ishontiraman. Xo'sh, qani? Unda biron bir jitilni topib o'zimga sherik qilib olishim kerak. Xo'sh, mana shu taraflarda jitil bormikan? Qani borib ko'ramiz do'stlar. Stop, bu yerda jitil yo'q. Mana bu uyda ham jitil yo'q. Xo'sh, menimcha ana u taraflarda bo'lishi kerak do'stlar. Hozir ana shu yerlarga ham boraman. Aytgancha videoga like bosib kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa tez kontentlar chiqarishga harakat qilaman. Xo'sh, mayli do'stlar, unda qani boshqa tarafga ham borib ko'ramiz. Qishlog'imiz remont qilingani uchun uylar hozir juda ham ko'p. Mana jitil. Jitil, qalaysan? Deni, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Men juda ham yaxshiman. Aytgancha bildingmi? Qandaydir ko'lni oldida, xullas ko'lni oldida arvoh jitilni arvohini ko'rishibdi. Shunga ishonasanmi? Yo'q, men ham ishonmayman. O'zi hamma aytaveribdi shekilli bitta gap deb. Men ham shu narsaga ishonmayapman. Jitil bo'lmasa kechqurun ana shu yerga borib hammaga isbotlab kelamiz. Davay, unda ketdik. Kechqurun bo'lishini kutib turaylik. Kechqurun bo'lsa o'zim chaqiraman. Xo'p, unda jitil, men uyimga bordim, narsalarni tayyorlab turaman. Aytgancha do'stlar, hozir men uyimga borishim kerak. Kech tushganda esa videoni yoqaman. O'zi ham yomon uyqum kelib ketdi boru. Deni, chiqa ol, chiq tezroq. Deni, chiq. Nima? Jitil? Deni, buncha uyda qolib ketdik. Tezroq chiq, endi borish kerak endi. Xo'pmi? Mana chiqyapman. Xullas, yur tezroq. Endi boraylik endi. Xo'p. Qani unda ketdik bo'lmasa. Hozir fakelimni olay. Yur tezroq. Hozir borib hammaga isbotlaymiz bor ertaga. Mayli, unda yur, sumka ham oldim hali ehtimolga qarshi. Nima? Deni, u yerda qanaqadir fakel bormi? Juda ham g'alati. To'g'ri, juda ham g'alati. Deni, hozir men o'zim borib kelaveraman, kerak bo'lsa mashina turib turaver. Mayli. Xo'sh, mana bu fakelni ola qolaman. Mayli, Deni, men ketdim. Bo'pti. Hozir ozgina kutib tur. Xo'sh do'stlar. Jitil o'zi qayoqqa ketdi ekan? O'zi tezroq kelsa bo'ldi. U yerda g'alati narsa bo'lmasa bo'ldi. Yordam! Nima?
qandaydir ovoz eshitildimi? Nima? Bu yerda qishloq nima? Jitil o'lib yotibdi. Yo'q, bu yerda qonlar ham bor. Nima? Buni kim qildi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu arvoh jitilmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Endi sen ham meni ko'rasan. Boshim yomon og'riyapti o'zi ham. Nima? Jitillar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Dede, biz ertalab ko'lni oldiga borsak, seni ko'lni oldida topdik. Nima? Unda narigi jitilchi? U jitil u yerda yo'q ekan, biz faqat seni topdik. U yerda hech qanaqa boshqa tana ham yo'q, umuman narsa topamadik. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Qandaysiga? Nima? Uni tanasi yo'qmi shunda? U yerda hech qanday narsa topamadik deyapman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Qandaysiga? Nimaga aynan men qoldim, lekin u jitilni topish olmadi? Nima bu ishni arvoh qildimi? Yo'q. Endi men aybimni deb u jitil yo'q bo'ldi. Lekin nimaga aynan men qoldim?